zo'r. Nimadir deyish qiyin Juda ham to'g'risi. ajoyib klip ekan. Oxirgi gapi yoqdi ayniqsa, tabassumingiz chiroyli ekan. Ayollarga o'zi qancha maqtasangiz shunchalik yoqib boraverasiz. Shunday, qancha maqtov bo'lsa, hammasi yetmaydigandek tuyulaydi. Xo'p, bo'ladi, bugun ko'p maqtavordingiz deyishlaringiz ham mumkinmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Xo'p. Bo'lishi mumkin emas unaqa. Xo'p, bilasizmi, bugun bank mijozlarining eng katta qismini ayollar tashkil qilar ekan. Xo'p. Rostdan? Rostdan. Va eng ko'p plastik kartochkasi, ya'ni plastik kartasi bor mijozlar ham ayollar hisoblanar ekan. Bitta plastik karta kamlik qiladi. Kamlik qiladi. Yo'q, bitta Men o'zimda ham kamida 4 ta plastik kartochka bor-da. Ha, yashirganlaringiz nechta? Ha, bunisidan bunisiga o'tkazib, shunaqa qilib qo'yishadi. Xuddi shunday. Deylik, hamma narsa endi qadrli bo'lgani yaxshi. Aziz tomoshabinlar, bugun 18-aprel sanasida siz qadrdonlar bilan uchrashib turganligimizda yana bir bora xursandligimizni ifodalaymiz va bugungi kun tarixi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni va suhbatlarni tashkil etib boraveramiz. Dunyo miqyosida menimcha hech bir xalq yo'qki, o'zini o'sha tarixiga, o'zini o'tmishiga bir hurmat nazari bilan qaramasa. Albatta, u unga cheksiz hurmatini ko'rsatadi va tarixda ular uchun qoldirilgan ulkan madaniy merosni, o'sha moddiy merosni asrab avaylashga harakat qiladi. Xo'p, u qo'lyozmalar bo'lsin, u xoh boshqa narsa bo'lsin, hammasiga u katta e'tibor bilan qaraydi. Va bugun O'zbekistonda ham bu jihatlarga alohida urg'u berilganligini va yoshlarni ham madaniy meros obyektlarimiz, tarixiy obidalarimiz bizni o'tmishimizga hurmat ruhida voyaga yetishi uchun barcha mana shu imkoniyatlar ishga solinayotgani kishini xursand qilib boraveradi. Birgina misol ayta olaman, o'sha fikrimni isboti bo'lishi uchun bir kuni telekanalimizga dunyoning o'sha eng bir mashhur telekanallaridan biri Mir telekanalini ijodkorlari kelishdi, xabaringiz bor. Seminarlar tashkil etishdi va ular dunyo bo'ylab o'sha tarixiy obidalar yoki o'sha turizm imkoniyatlari va shu kabi jarayonlar ularga qiziq va ularni tasvirga olishga harakat qiladi va o'shanda bir savol berdilar. Bugun masalan zamonaviy binolar ko'payib boryapti, lekin tarixiy binolarimizchi, ularni asrab avaylab qolishimiz uchun jamoatchilik vakillari birday harakat qilishi kerak. Agar ular bo'lmasa, ertaga o'sha 4 ta g'ishtdan yoki 4 ta nima deydi, baland imoratdan bo'lgan o'sha nima deydi, tarixni ularga qoldiramizmi? Yo'q, o'zimizni haqiqiy qo'l mehnatimizni, o'sha Termiz otani haqiqiy bir memuar yodgorligimizni bugun o'sha nima deydi, qoldira olishimiz kerak degan javoblar aytishdi. Bu zo'r, to'g'risi. Haqiqatan ham biz barcha imkoniyatlarimizni ishga sola olishimiz kerak bu borada, saqlab qolish borasida. To'g'rimi, Chaman? Juda ham to'g'ri. Farhod aka bejizga aynan mana shunday yodgorliklarimiz haqida so'z ochmadilar. Aziz teletomoshabinlar, bugun 18-aprel xalqaro yodgorliklarni va tarixiy joylarni asrash kuni sanaladi. 1983-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ayni ushbu sana mana shunday xalqaro miqyosda nishonlanishi belgilab o'tilgan. Sana munosabati bilan biz demak studiyamizga ilk mehmonlarimizni taklif etib, ular joylashib ham olishdi. Farhod aka, ularni hozir tanishtirib o'taman. Marhamat. Termiz davlat muzey qo'riqxonasi bo'lim boshliqlari demak Sayyora Karimova hamda Shahriniso Pardayevalar studiyamiz mehmoni bo'lib turishibdi. Avvalambor xush kelibsizlar. Yana bir bor bugun sizlar uchun aslida mana shu sana bayram hisoblanadi-da, to'g'rimi? Kayfiyatlar demak bayramona bugun erta tongdan. Sayyora opa, marhamat, xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatim juda yaxshi, chunki men shu sohada necha yildan beri ishlab kelyapman. Bu sohada endi bizda 2 marta nishonlaymiz. Hozir mana 18-aprelda mana shu madaniy meros obyektlarini asrash kuni bo'lsa, bizda yana bitta bayramimiz bor. May oyida, 18-mayda xalqaro muzeylar kuni hisoblanadi. Ikkalasi ham 18-sanada. 18-sanada bu biz uchun juda nima desam bo'laman? Mas'uliyatli bayram va biz bu mana shu sohani egalari bo'lganimizdan faxrlanamiz. Chunki biz mana shu muzeylar ham madaniy ma'rifiy maskan hisoblanadi. Albatta. Biz mana shu madaniy ma'rifiy maskanda ishlab turib, o'zimizning tariximizni kelayotgan avlodga, kelayotgan tomoshabinlarga, kelayotgan mana chet ellik mehmonlarga tanishtirib berishda biz bir xodimlar sifatida
mana shu o'zimiz tariximizni ko'rsatib berishga harakat qilib kelyapmiz. Albatta. Agarda muzeylar bo'lmaganda biz tarix haqida unchalik ko'p ma'lumotga ega bo'lmasdik. Agar muzeylar bo'lmaganda o'sha tarixiy ashyolarni aynan qanday shaklda bo'lganligi, nimadan yasalganligini to'g'risi o'rgana ham olmasdik-da, chunki mana shu nima deydi? Yo'q. Eksponatlarimiz va yana ko'pchilik kolleksiya yig'adi. O'sha kolleksionerlarimizni harakati tufayli bugun muzeylar tashkil bo'ldi-da va o'sha muzeylarimiz bugun bizga tarixdan so'zlab boryapti. Shahringiz opa, to'g'rimi? Bugungi kunda aynan Termiz davlat muzey qo'riqxonasida qancha sanaga ham to'xtalib o'tsizlar? To'xtalib o'tib, bugungi sana bilan bog'liq qanaqa rejalar bo'ladi muzeyda? Deylik, ochiq eshiklar kuni bo'ladimi, nimalar bo'ladi? Avvalambor o'sha 18-aprel xalqaro yodgorliklarni va tarixiy joylarni asrash kuni munosabati bilan soha mutaxassislarini, qolaversa jahon jamoatchiligi a'zolarini barchani bayram bilan tabriklayman. Mazkur sana munosabati bilan turli joylarda dunyo bo'ylab o'sha seminarlar, konferensiyalar, o'sha tarixiy joylarni, yodgorliklarni asrab avaylashga doir davra suhbatlari, uchrashuvlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Shuningdek, Termiz davlat muzey qo'riqxonasida ham kuni kecha madaniy meros obyektlarini saqlash, asrash va o'rganilishda o'sha jamoatchilikning o'rni mavzusida ilmiy seminar tashkil etildi. O'sha mazkur ilmiy seminarni o'tkazishimizdan maqsad o'sha nodir va betakror bo'lgan yodgorliklarimizni asrab avaylash, uni umumbashariyat mulki sifatida kelajak avlodga imkon qadar yetkazish, asrab avaylashga doir har bir jamoatchilik, aholining o'rni qanday, o'sha mavzusida fikr yuritish, hozirgi vaqtda vohamizdagi madaniy meros obyektlari hamda unda olib borilayotgan amaliy ishlar yuzasidan o'rtoqlashish bo'ldi. Ma'lumotlar berildi. Ma'lumotlar berish bo'ldi. Hozirgi vaqtda Surxondaryo viloyatida milliy ro'yxat shakllantirilgan, o'sha madaniy meros obyektlari yo'nalishida milliy ro'yxatga 561 ta madaniy meros obyektlari kiritilgan. Shundan Termiz davlat muzey qo'riqxonasi tasarrufiga 21 ta madaniy meros obyektlari Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-maydagi 443-sonli qaroriga asosan o'sha Sherobod tumanida joylashgan, barchamizga ma'lum bo'lgan Qoyatosh suratlarini o'zida saqlab qolgan Zarodsoy Qoyatosh suratlari, Termiz tumanida joylashgan Fayoztepa, Qoratepa, Zurmala, Eski Termiz yodgorliklari hamda Sherobod tumanida joylashgan Tuzg'ori, barcha uchun shifobaxsh bo'lgan o'sha kasalliklarni davolashda hozir eng asosiy maskan hisoblangan Tuzg'ori biriktirib berilgan. Undan tashqari 2021-yil 3-martdagi Vazirlar Mahkamasining 119-sonli qarori bilan yana qo'shimcha 15 ta madaniy meros obyektlari, yodgorliklar o'sha muzey tasarrufiga biriktirib berilgan. Hozirgi vaqtda o'sha madaniy meros obyektlarida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Undan tashqari o'sha madaniy meros obyektlarini saqlashga doir targ'ibot va tashviqot ishlari, aholi bilan maktab, o'quvchi, eng bilamizki, har bir sohani keng yoritishda targ'ibot ishlari eng asosiy ish hisoblanadi. Undan tashqari bizga eng yaqin ko'makchi ommaviy axborot vositalari hamda ta'lim tizimi hisoblanadi. O'shaning uchun hozirgi vaqtda ko'proq ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan oliy va o'rta maxsus ta'lim o'quvchilari, talabalari bilan yaqinda ishlamoqdamiz. Albatta, aslida olganda ham o'sha bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan tadbirlarda hamma faol bo'lish kerak-da. Chunki mana hozir qarang, tasvirlarda ko'rsatishyapti rejissyorlarimiz. Mana bizning tariximiz. Mana bizni qanchalik hunarmand xalq bo'lganimiz, usta xalq bo'lganimiz va asosiysi qay darajada sivilizatsiya rivojlangan bir hudud bo'lganligimizni isboti. Deylik, Bular katta tarixda biz uchun. Albatta. Katta tarix. Masalan, o'sha akademik Asqar Ahmadov aytadilar, Surxondaryo bu arxeologlar uchun Ka'batulloh hisoblanadi. Ya'ni barcha kelib mana shu yerda ish olib borishni xohlaydi, ya'ni hamma intiladi shu yerga deyiladi. Va yana juda ham bir yaxshi fikrlar bor. Surxondaryo hali bu dunyo tamaddunini bir boshlab bergan, sivilizatsiyani boshlab bergan makondir. Lekin biz o'sha haqiqatni qanday isbotlay olamiz? Bizda mana shu tarixiy obidalarimiz bo'lmasa, yodgorliklarimiz bo'lmasa, buni atrofida qo'y boqib yursak misol uchun, yoki buni devorlarni olib olsakda, o'zimiz g'isht qo'yib, o'zimizga bir hammom qurib olsak, deylikda, mana bunday
haqiqiy bir tarixni yo'q qilibdi. Bugun unga qo'pol munosabatda bo'lishni o'zi xato. Deylik, uyingizda mo'ysafid bobangiz bo'lsa, endi to'g'risini aytaman, soqolidan tortmaysiz. To'g'risida. Yoki uni choy ichib o'tirgan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa turtmaysiz. Bu ham xuddi shunday. Mo'ysafid va asosiysi hurmatga va ehtiromga loyiq bo'lgan manzillar. Va bu bizni haqiqatimiz, bu bizni kechamiz. Bugun esa uni asrashga hammamiz birdek mas'ul bo'lishimiz kerak. Va bugun ana shu suhbatni bejizga tashkil etmayapmiz. Xuddi shunday, ayni sana munosabati bilan biz mehmonlarimiz orqali har birimizni, demak, har bitta yurtdoshimizni mana shunday boyliklarimizni asrab avaylashga chaqirmoqchimizda. Va shu sana munosabati bilan siz ham azizlar, Surxondaryoda juda ham ko'p bunday boyliklarimiz, bemalol farzandlaringizni olib mana shu yerlarga sayohat qilishingiz mumkin, ularga o'zingiz tarixni o'rgatishingiz mumkin. Bu albatta ularni o'zimizni qadriyatlarimizni e'zozlashga o'rgatadi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi Sayyor mamlakatimiz rahbari ta'kidlab o'tdilarki, haftaning shanba va yakshanba kunlari, har oyning bir shanba va yakshanba kunlari o'sha oilalar, mehnat jamoalari birikib, o'sha boshqa viloyatlarga, diqqatga sazovor joylarga ichki turizmni rivojlantirish uchun sayohat qilsinlar dedilar. Ko'pchilik oilaviy sayohatga chiquvchilar uchun eng yaxshi lokatsiya bu o'z hududi. To'g'risi, uzoqqa borishga imkon bo'lmay qoladi. Va so'nggi savol o'rnida Termiz davlat muzey qo'riqxonasi shanba va yakshanba kunlari ishlaydimi? Bizda albatta shanba, yakshanba kunlari ish faoliyatimiz davom etib boradi. Bu kunlarda ayniqsa mana shu bizda muzeyimizga tomoshabinlar dam olish kunlari murojaat qilib ko'proq kelishadi. Bundan tashqari xorijlik mehmonlarimiz ham kelishadi. Mana shu tarixga nazar soladigan bo'lsak, bizda Surxondaryo viloyatimiz madaniy meros obyektlariga juda boyliguvchi. Bizda vohamizda chet ellik olimlarimiz juda qiziqish katta bo'lgan. Mana o'zimizda 94 yoshda vafot etgan Kato Kyudzo yapon olimini olib qaraydigan bo'lsak, u kishi mana shu o'zining mana shu Surxondaryo viloyatida olib borgan arxeologik ishlarini olib ko'radigan bo'lsak, u kishi mana shu Kushonlar davridagi, ya'ni o'sha buddizm davriga oid madaniy meroslarimizni o'rganishda o'zlarining juda hissalari katta. U kishi mana shu Surxondaryo viloyatining asosan mana Dalvarzin tepa, Qora tepa, Foyez tepada olib borilgan arxeologik qazuv ishlarida o'z fikr mulohazalarini va o'zining mana shu jihatdan olib borgan ishlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. U kishi mana shu Surxondaryo viloyatida yashab, mana shu do'stlik ordeni va mana shu Termiz shahrining faxriy fuqarosi degan nomga ham sazovor bo'lganlar va u kishi mana shu Sho'rchi tumani Dalvarzin tepadagi mahallaga borsangiz, u kishini o'sha qishloqdagilar juda hurmat bilan esga olishadi. To'g'ri, haqiqatan. Chunki u kishi kamtarin inson bo'lganlar va shu qishloqda ma'rakalar bo'ladimi, to'ylar bo'ladimi, ularning urf-odatlariga ham qiziqib, o'sha nimalariga qatnashib kelgan inson bo'lganlar. Rahmat. Mana shunday tarixiy ma'lumotlarni ham aynan o'sha muzeylar orqali olishingiz mumkin. Bugungi tashrif uchun rahmat. Bugun sizlar bilan xayrlashmaymiz, chunki bu suhbatdan keyin sizlar bilan teletomoshabinlarimiz balki muzeyda uchrashib qolishar. Biz doim chorlaymiz muzeylarga, inson muzeylarga yaqinroq bo'lish kerak, chunki ruhiy xotirjamlikni o'zingizda his etasiz. Hozir suhbatimizni ham his qilgan bo'lsangiz kerak, xuddi muzeyda gaplashgandek pichirlab gaplashdik. Sokin gaplashdik. Muzeyda ovoz chiqarib baqirib gaplashish bu odobsizlik hisoblanadi. Muzeyda eksponatlarni tomosha qilish, muzeyda o'zini tutish etikasi, estetikasi bor, unga qat'iy rioya qilish kerak. Chunki siz muzeyda telefonda baqirib gaplashayotgan paytingizda kimdir juda ham berilib tarixga kirib ketgan bo'lishi mumkin. Uni cho'chitib unga xalaqit berib qo'yishimiz mumkin. Rahmat bugungi tashrif uchun va albatta yana sizlarni studiyada kutib qolamiz.